Hurmatli do'stlar, mana shu ko'prik to'g'risida nima degan kalla yarishmalar bo'lmadi. Shunday emasmi? Qaranglar, hurmatli safhozimiz qanday chiroyli, ajoyib ko'prikka aylandi. Hozir men sizlarga o'tmoqchi bo'lgan yangilikimiz bu to'g'risida emas, ya'ni ko'prik to'g'risida emas. Bu yerni hozirgi iyun oyidagi ko'rinishini ko'rsangizlar bo'ladi degan maqsadda ushbu videoni ko'prikning ustidan boshladim. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan yangilikim mana bu safhozlar uchun albatta safhozdagi taraziyani desa hamma yaxshi biladi. Bilsangizlar bu yerni Nuriddin og'amiz o'zlari sotib olib, shunday biznesni rivojlantirish maqsadida birinchi zapravkani stroymaterial, ya'ni qurilish mollari bo'lsa, bu ikkinchi filiali bo'ladi do'stlar. Bundan qolaversa albatta mineral o'g'itlar ham yasangizlar bo'ladi, yana ko'rsangizlar bo'ladi, bemalol. Hozir hamdali shal sezoni, shalingizga, atizlaringizdagi hamma narsalarga kerak bo'ladigan mineral o'g'itlar hammasi shu yerda mujassam. Karbamid deysizmi, sulfat deysizmi, selitra deysizmi, hamma shu shallaringizga, buğdaylaringizga kerak bo'ladigan dorilarni shu yerdan xarid qilsangizlar bo'ladi. Keyin ikkinchi xonasini o'tamiz. İkinci xonamiz bo'ladi. Bu yerda siz uylaringizda qaramollaringiz, qo'ylaringizga kerakli bo'lgan barcha mahsulotlarni, ya'ni yem mahsulotlarini topsangizlar bo'ladi. Yine bir de tayyor mahsulotlar, yine qo'rim mollaringizga kerak bo'ladigan yemlar doğru yem idishine tashalib, doğru beraverasiz. Keyin shunday dozlarimiz ham tayyor. Albatta hammasi kelishilgan narxlarda. Endi siz kichkina mollarni yoki katta mollarni yuplardan birma-bir o'rib, unga bog'lash shart emas. Tayyor shunday arqonlarni olib, to'g'ridan qo'ysangizlar ham bo'ladi. Başta aytib o'tganimdan qurilish materiallari deb aytdik. Mana safhozli bo'lsangiz, safhozdagi zapravkani bilmaydigan bo'lmasa kerak. Bu yerdan qurilish mollari ochilgan edi. Bu yer endi ikkinchi filiali bo'ladi. Bu yerga kelsangizlar ham siz qurilishga doir barcha mahsulotlarni ishdan xarid qilsangizlar bo'ladi. O'lchami katta, albatta kattaroq yuk avtomashinalarga kelsangizlar bemalol savdolashib arzon narxlarda sotib olsangizlar bo'ladi. Taxta yog'och mahsulotlari bor bu yerda hammasi. Qolaversa bunday yelim turbalar, agrotlari, atizlari kerak bo'ladigan mahsulotlar. Va albatta birinchi aytib o'tganimizdek, üzerimizni terazi. Albatta bu eski terazidan farklı olarak yangitdan qurilib, yangitdan o'zgacha dizaynda mujassam bo'lgan. Bu yer ham bemalol ishlab turibdi. Ish vaqtini aytib o'tadigan bo'lsak, ertalabki 7 dan kechki 20:00 gacha, ya'ni kechki 8 gacha bo'ladi. Telefon nomerlarini pastda qoldiraman. O'zlaringizga kerak bo'ladigan mahsulotlarni bemalol telefonlashib, kelishilgan narxlarda arzon xarid qilsangizlar bo'ladi. Telefon nomerlari aloqaga chiqib, bemalol xarid qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasiz.